ikki xil turdagi galstuk bog'lashni biladi. Inson uchun Mahmud Sartodan galstuk hadya qilamiz. Assalomu alaykum. Bizda challenge bo'lyapti-da. Agar galstukni ikki xil usulda bog'lab bersangiz, hadya qilamiz. Turdi baylar. Ismingiz nima? Islombek. Ikki xil usulda bog'lay olasizmi? Bitta usullarda endi ikkinchisini ko'ramiz. Deyarli. Mayli, buni hisobga olamiz, a. Ikkinchisiga bitta harakat qilib ko'ring-chi. Bizda ikkinchisi o'xshamadi. Bitta harakat qilib ko'ring. Keyin ikkinchisi ham chiqib qoladi. Boshqacha usul bor, lekin. Biza mana shunaqa bolalardik-da. Bularni qattiq tortmasanglar bo'ldi, bosh yer, umuman bilmaysiz galstuk. Dilshod degan bola bor edi, o'shanga bolatardim polni. Imtiyoz qilamiz-da. Aka, imенно galstuk boylashni o'rganishlari uchun bitta galstuk sovg'a qilamiz. Bolalardan so'rab ko'rdik, bolalar bilmayapti. Qizlardan so'rab ko'ramiz endi, ketdi. 1 minut vaqtingiz olsam bo'ladi. Yo'q ekan. Qanaqa bo'ylab olsam? Farqi yo'q. Bo'ylash bilmayman, bundoq qilib. Bugun tavakkal bo'lyapti. Birinchisi bor bizada. Mana, chotki. Muhim harakat qildilar. Nimada ko'rganman dedingiz? TikTokda. Harakatlari uchun bitta galstuk sovg'a qilamiz. Aka, menda boylab ko'radilar. Bu birinchi variantimiz bu. Endi ikkinchi variantini. Shu galstukka Mahmud Sarto atelesidan farqi yo'q. Qo'lingizga ham, bo'yningizga ham. Birinchisi bor. Bizada ikkinchi usulimizni ham bog'lab berdilar. Sifatli galstuk. Ismingiz nima aka? Umurбек. Qo'lingizda boylab tashlayaptilar. Birinchisi ko'rindi bu? Da. Прям chiroyli bo'ladilar. Ikkinchisi. Вообще zo'r bo'ladilar. Necha yillar bir galstuk olasiz? 20 yil. Mahmud Sartodan premium galstukimiz aka. Nashaningiz uchun. Xo'p.